o'taman. Translyatsiya homiysi Kinopoezd. Damaga мы в прямом эфире на Кинопоиске. Идем далее. Второй поединок мейн-карта. Asosiy kartdagi ikkinchi to'qnashuv. 66 kilogramm vazn toifasida. Описание представления бойцов. Introducing first, fighting out of the red corner. He is 39 years old. Yosh 39. He stands 161 cm tall. Boyu 161 cm. Official weight 66 kg. Vazn 66 kg. Representing Roaring Fight Club T1 Bangkok, Manaus, do Brasil, Irmison Oliveira. Raqibi ko'k burchakda. Hamyurtimizning yoshi 26 da, bo'yi 180 cm, vazn 66 kg. Он мастер спорта по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по кикбоксингу. Узбек Акбар! T1 Bangkok, Manaus, do Brasil, Irmison Oliveira. Узбek Akbar! T1 Bangkok, Manaus, do Brasil, Irmison Oliveira. Узбek Akbar! T1 Bangkok, Manaus, do Brasil, Irmison. Ikkinchi jangi va biz oktagonda Akbarjon Islomboyevni kuzatamiz. Irmison Oliveiraga qarshi Braziliya. Qani qarang, Oliveira fintlar ishlatyapti. Footwork. Bu tomondan bu tomonga chayqalib. Akbarjon sekin oktagon chetiga siqib o'zini kuchli zarbasini berishyapti. Lekin Irmison ham bunday harakat qilmaydi. Kutilmaganda zarbalar qolishi mumkin. Takedownga harakat. Yaxshi high kick. Yengilgina. Yomon emas, Oliveira. Yaxshi jang ko'ramiz shekilli u yog'iga ham. Mana bunday surpriz zarbalarni o'ylab qolishi mumkin. Mana u ham jitsirda tortyapti pastga. Albatta. Ana kerak bo'lsa, bizda ham bor. Ke. Yotish uchun kelmading. Yomon emas u. Yaxshi texnika ikkalasida ham. Lekin chiroyli, lekin foydasi kam zarbalar. Capoeira uslubida ishlayapti. Irmison Oliveira. Qancha vaqtgacha bunchalik faol sakrab tura olishi mumkin? Islomboyev konsentratsiya bilan ishlayapti. Bunday uslub bilan braziliyalik jangchini mana bunday harakatlar bilan jangga tushdi, lekin raqibni chalg'itib. Yaxshi. O'ng qo'l zarbasi o'tkazib yubordi braziliyalik jangchi. Joyida qoldi. Xavfli zarba va o'ng qo'l zarba bilan yaxshi zarba bera oldi. Yaxshi yuqoridan. Oyoqqa ishlov. Low kick zarbalari. Ozgina ishlov berib, keyin yana tortsa kerak tepaga. Up kick bilan yaqinlashtirmaslikka, bemalol yaqinlashishga yo'l qo'ymaslikka harakat qilyapti Irmison. Ana, yana. Yaxshi shu odati Islomboyev. Bormaydi. O'tkazib yubordi. Lekin tiklandi. Ana endi klinch. Zarbasi o'tib ketdi. Og'ir tushdi, yaxshigina tushdi, sezdik. Juda ham kuchli zarba. Xuddi aytganimizdek, braziliyalik sportchi bilan hazillashib bo'lmaydi. Reaksiyasi zo'r ekan lekin haqiqatda. Aldab turyapti buni. Ojizona ko'ringan raqsdek harakatlarga aldanib bo'lmaydi. Jussasi kichik, juda harakatchan. Qo'shon qiyin qaraydi. Akbarjon tiklandi. Yaxshi. Takedown. O'zi o'tishyapti. Nazorat. Hozir unga parter tinchroq, albatta. Biroz vaqt kerak. Knockdowndan tiklandi-yu, lekin baribir asorati bo'ladi. Albatta. Gard holatidan tirsaklar bilan zarbalar beryapti Akbar.
bir qarashda hammasi yaxshi ketayotgandi. Hammasi nazorat ostida turgandi, lekin bitta kutilmagan zarba, bitta kutilmagan harakat sal qoldi. Jangni tugatib qo'yishiga Braziliya ishlaydi. Nazoratga e'tibor qarating. Braziliyalik sportchini Akbarjonni qaddini ko'tarib jangga zarba berishga imkoniyat bermayapti. Ushlab turibdi, yopiq holatda. Bu albatta braziliyalik jiu-jitsu ustalaridan yana bir master klass desak ham bo'ladi. Ha, 16-7 uning rekordi, juda ko'p muddat oktagonda u faoliyat olib boryapti, har xil vaziyatlarga tushgan. Va time out negadir referi jangni to'xtatdi. Akbarjonda qandaydir taqiqlangan harakat, menimcha barmoqlari bilan raqibini ko'ziga ozgina bosim qilib o'tkazishga harakat qildi. Bu referiga yoqmadi bu narsa menimcha. Ha, xuddi shunday. Davom ettiraman deyapti Ermisson. 1 daqiqa bor bizda. Stoyka. Oyoqqa hujum Oliveradan yaqinlashyapti Akbarjon Islomboyev. Ermisson yana o'zini raqsga o'xshash harakatlarini boshladi. Ha, rostdan kapoeira o'ylaydi. Chap oyoq, mana shu chap tomondan kelayotgan zarbalar, qo'lda ham, oyoqda ham juda Yaxshi o'ng qo'l. bo'shashmasa kerak. Voy, o'tib ketdi. Ana matritsa, ana matritsa. Rafael Fiziyev uslubida. Ermissonda yaxshi low kicklar o'xshayapti, ichki low kicklar. Nima uchun shuni yaxshi qo'llamayapti? Ko'proq qo'llaganda menimcha effekt yaxshiroq bo'ladi. Mana yana bir bor. Xuddi o'sha zarbani o'tkaza oldi. Quviyapti deyarli Akbarjon. Tinmas ekanda bu Oliver. O'y, tegmay qoldi ya. Chiroyli harakatlar amalga oshirishga. Va raund tugayapti. Bilmadim. Jangga chorlayapti raqibini. Bu albatta muxlislarga yoqadi. Olivera qaytmoqda. Ketdi. Ikkinchi raundda braziliyalik sportchidan yana ham faolroq harakatlar kutib qolamiz. Akbarjondan ham kutib qolamiz. Albatta. Tavakkal qilgisi kelmayapti ikkita sportchini. Sababi bilishadi, ikkalasida ham zarbalar kuchli, bitta harakat va jangovar berib qo'yilishi mumkin. Bo'yi kichik bo'lsa ham oyoqlari uchar ekan lekin. Ha. Olivera. O yaxshi. O'ng qo'l. Yaxshi. Ko'tarib o'tdi. Islomboyev. Takedown ajoyib amalga oshirildi. Braziliyalik sportchi Akbarjonni bog'lashga harakat qilyapti. Takedownning bir tozasi bo'ldi. Haqiqatdan. Top tozasi. Bizni kommentatorlik stolimizga ham ta'sir qilib ketdi ozgina. Oyog'ini tekkizmay uchirdi. Bizga juda ham yaqin holatda bo'lyapti. Ha, yonginamizdagi jarayon. Zarbani qattiqroq mo'ljallagan holatda tirsak bilan qattiqroq zarba berishga imkoniyati bor Akbarjon. Va u bizni eshityapti. Albatta. Yuzini bosib turgan holatda tirsak bilan qattiq zarba bersa bo'ladi va bu uni qo'ldan keladi. Lekin braziliyalik sportchi ko'rib turibmiz. Oyoqlari juda ham kalta
gardni, bunday sportchini gardini, ya'ni oyoqlarini chetlab o'tish qiyin bo'ladi. Yana o'sha holat birinchi raunddagi nazorat qilyapti braziliyalik sportchi Akbarjonni qattiq zarba bera olmasligini ta'minlash maqsadida, lekin faol ishlayapti Akbarjon. Tanaga juda ham yaxshi zarbalar o'tkazib olyapti. Klinchda yaqin masofada parterda bo'lishiga qaramasdan. Bosim, yuqoridan nazorat, balga harakat, boyagi takedownni ham qo'shadigan bo'ldi. Raundni Akbarjon faolroq o'tkazyapti. Borgan sari raqibini ko'proq kuchini tortib olishga harakat qilyapti. Haqiqatan bu narsani uddalay olyapti ham. Yaxshi, yuqoridan yana. Va endi back mount yo'q. Balki bunday tomonlama, yon tomonlama zarbalar. Endi faollashadi Akbarjon. Endi jangni Yaxshi, yaxshi. Lekin braziliyalik sportchi o'rnidan turishga harakat qilyapti. Va menimcha buni uddalaydi hozir. Jismonan juda ham baquvvat, raqibiga qaraganda ancha Akbarjonda jismoniy imkoniyat yuqoriligini ko'rib turibmiz. Yusuf Fodarlar bilan shou ko'rsatishga harakat qilyapti, muxlislar bilan muloqotda bo'lib turibdi, jang vaqtiga qaramasdan. Chunki biladi, jang uning nazorati ostida bo'lyapti. Raqib ikkinchi raundda harakatlari cheklanganligi hisobiga unga xavfni kamroq tug'diryapti. Referi qaysidir vaziyatga aralashdi. Qo'lqoplaridan ushlab olgan adashmasam braziliyalik. Yoki faollar harakat kutyapti. So'rayapti referi. Tizza bilan yaxshigina kirdi zarbalar. Son qismiga va tana qismiga yaxshi zarbalar o'tkazib olyapti. Braziliyalik sportchining yuz ifodasidan bilinib turibdiki, u juda ham charchadi. Jismonan baquvvat, jussasi katta jangchi bilan parterda urush o'zi emas. Haqiqatan jangni juda ham faol boshlagan edi braziliyalik jangchi. Lekin ko'rib turibmizki, yo'q. Akbarjon burilish yasay oldi birinchi raunddagi knockdowndan keyin. To'liq ikkinchi raundni dominantlik qilyapti. Yana bitta. Yana bitta takedown. Hamza Chimayev uslubida deyishimiz mumkin buni. Tepib yubormasa bo'ldi. Yo'q. Juda ham aqlli jang qiladi Akbarjon va bunday xatolarga yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Emotsiyalarga menimcha berilmasa kerak. Yondan. Jangni tugatishga juda ham yaqin turibdi. Ketma-ket kuchli zarbalar beryapti. Ikkinchi raund farq qildi birinchisidan. Bu yerda kamroq tavakkal qilishdi sportchilar. Va Akbarjon Islomboyev uni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Nimadir so'rashdi, undan yo'q degan javob qildi qo'li bilan. Menimcha undan teskarisi aksincha jangni to'xtatamizmi degan savol bo'ldi shekilli. Yo'q, davom ettiramiz degan javob bo'lgan bo'lishi mumkin. Va u tayyor davom ettirishga. Oxirigacha. Yuzidan ma'lum, yiqilsam yiqilaman oxirigacha boraman deydigan ifoda bor. Uchinchi raund. Jang uchinchi raundi boshlandi. Akbarjon har doimgidek bosim bilan boshladi braziliyalik sportchi. Ikkinchi raqam bo'lib harakat qilyapti, lekin high kick zarbasi, uppercut.
Voy, Chap o'tkazib kross oldi. zarbasi. Oxirgi kuchini tashlayapti. Ha, risk qilyapti Olivera. Risk qilyapti, yo'qotadigan narsa qolmadi. Juda qaltis vaziyat bo'ldi hozir Hozir Islomboyevda. Yermesin uchun stoykada joyida turib qolmaslik suv va havodagi zarur narsa edi. Va sekund 5 soniyagina joyida qoldi va sal qoldi buni badalini nokaut bilan to'lashiga. Endi xuddi ikkinchi raundda bo'lganidek Islomboyev uni raund oxirigacha nazorat qilishi mumkin. To'g'risini aytsam, Islomboyevdan stoykaga qaytishini so'ragan bo'lardi. Bizga qiziq jang kerak deysiz. Albatta, lekin Islomboyevga natija. Hozir 100%lik, hozir u yutuqli pozitsiyada turibdi. Uni men to'g'risi ishonish qiyin. Og'ritish usuliga yoki bo'g'ish usuliga o'tib ketishi mumkinligiga ishonish qiyin, chunki jangchilar terlashdi va nazoratni qo'lga olish, ya'ni ushlagan holatda ovutish yoki bo'g'ish usuliga o'tish juda ham qiyin masala bunday holatda. Hozircha Bobur Qurbonov xohlagan ish bo'lmayapti. Islomboyev raqibini qo'yib yubormayapti. Menimcha sekundlar tomonidan turmaslik tavsiya etilyapti. Chunki qanchalik biz chiroyli jang ko'rishga intilmaylik, chiroyli jang ko'rishni xohlamaylik, bu yerda Akbarjon g'alaba uchun harakat qiladi. Qolaversa Yermesin xavfli hamda. Haqiqatan ko'rib turibmiz. Juda ham kutilmagan Portlovchi effekti bor ekan. Birdaniga. Nimadir deyapti, xotirjam bo'ling, hammasi nazorat ostida degandek ishora qilyapti o'zini sekundantlariga. Prelimlar ham to'liq distansiyali janglar bilan boshlanib, u yog'iga tez finishlar bo'ldi. Va asosiy kartda to'g'ri birinchi jang tez tugab qoldi, tushunarsiz sabablardan. Bilasizmi? Shunday janglar tuzilganki, hattoki taxminingiz bo'lsa ham nokaut yoki olti usullari, albatta oldingi g'alabali janglar bo'lmasligini bilsangiz ham bu janglarni ko'rish qiziq. Albatta. Chunki haqiqatan raqobatdosh jangchilar, kim g'olib bo'larkin degan savol bizni doim qiziqib janglarni kuzatishga undaydi. Bo'g'ishga oldi Islomboyev. Ajoyib. Tortdi. Bo'ldi, finish. Taslim qildi. Finish 3-raundda nihoyat. Chiroyli g'alaba, aqlli g'alaba. Gap yo'q. Tugatish chiroyli bo'ldi. Raqibni charchatdi, toliqtirdi va haqiqatan maqsadiga erisha oldi.
Assalomu alaykum O'zbekiston. Biz kimki? Millatlarning eng ulug'i va eng qadimi turkning bosh to'g'onimiz. Biz kelajagi buyuk O'zbekistonni boshingdan chiqib bo'lsa-da ko'rishmasin. Yo, hammalarning ishlarini zo'r. Nima? Hammaga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlab kelayotganlarga shu ozgina muddatimizni qadrlab, Jabrak Alimjonov mag'lubiyatidan bo'y berdi. O'zi iyun oyida Elbeda, Amerikada jang qilib, o'shaning surman yo'lida urush qildik. Xudo xolasa 2 iyunda ham chiroyli g'alaba olib, sizlarni xursand qilamiz. Jabrakka kattakon rahmat. Allah razı olsun aka, sizdan o'ylaymanki bo'yicha bo'ldi deb o'ylayman. Uni sizlarga bularni alohida savob ham bor. Ertaga 20 yoshda bo'laman, ertaga tug'ilgan kunim. Rahmatlar ko'p. Inshaalloh o'zbek xalqi sizlar qo'llab-quvvatlashni davom etinglar. Biz sizlarga UFC'ni kamarini olib kelib, yo'y tashlashga va'da beramiz. Inshaalloh. Hammaga rahmat. Akbarjon Islomboyev. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live life. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough.
yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old. Presenting Puratai. Here is ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में परवाह ही तेरा नाम आरंभ कैसा है और कैसा है Он мастер спорта также. Учкара Узбекистан чемпиона, Азия чемпиона, обладатель Кубка мира по рукопашному бою представляет Ichki ishlar vazirligi Kovboy Fight Club Farg'ona Oltanat. Bardak Shukurjon Abdurahipov. Malam Kaptiyev, Qozog'iston.
yaxshi zarba yo'lladi o'ng qo'lda. Dushan hozirda nima reja tuzganligini biz bilishimiz qiyin, lekin biladiki raqibi ustidagi juda xavfli. Lekin yerdan past qismiga agar shunaqa holat qayta takrorlangan bo'lsa, balo olib tashlanishi mumkin. Yaxshi o'ng qo'l. Bizlardan Stoyka. kuchli zarba. Hindistonlik sportchi biroz o'zini yo'qotib qo'ygandek ko'rinyapti. Seriya. Abdurahimov diqqat bilan ishlayapti. Dushan ozgina poyga tusha olmadi, ko'nika olmayapti. Lekin xavfli zarbalar beryapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Albatta Dushan bu yerga shunchaki kaltaga yalqingani yo'q. Uryapti. Joyi kelsa Dushan. Hozir endi navbat Shukurjonga. Oyoq zarbalari yaxshi o'tyapti. Hindistonlik sportchini to'g'risi Dushanni biz bazasi nimadanligini bila olmayapmiz, chunki u bir qo'lda yaxshi zarba berishga harakat qilayotgan bo'lsa, keyin hech kim qilyapti. Yaxshi bokschilar bor Hindistonda. Balki boksdir, ammo kurashga kirgandan keyin sal solishtirib ko'ramiz stoyka bilan. Hozircha yo'q. Kurash maktabi ham biroz ularda yaxshi bo'ldi. Yaxshi finish bo'ldi. Qanday finish? Ajoyib! Birinchi raundda nokaut bilan g'alaba. Nokaut. Mana sizga muddati oldingi g'alabalar. Mana sizga muddati oldingi janglar. Gap yo'q. Shukurjon Abdurahimov birinchi raundning o'zida hal qildi. Oktagondan xat tashqariga chiqib ketdi. Emotsiyada mana endi uni sekin ichkariga qaytarishyapti. Ushbu jangda texnik nokaut bilan TKO победу одержал Ichki ishlar vazirligi Farg'ona Oltiariq birdak Shukurjon Abdurahimov. Shukurjon, barcha bo'ylaringiz hammasi Risheynigacha borgan edi. Bugun plan o'zgardimi? Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston. Plan o'zi 3 raundga mo'ljallangandi. Xudoyim g'alaba berdi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Xudo xolasa shu imkoniyatni bergan menga Jasur akamga alohida rahmat aytaman. Jasur aka, kamarga jang so'rayman aka.
84 mi? 93 mi? Aka, nomi odam bo'lsa bo'ldi aka. Urushaveraman. Kamariga jang so'rayman aka sizdan men. Aka, haqliman. Ikkita g'alaba bo'ldi aka. Manguda. Aka, isbotlayman 7-0 aka. Xudo xohlasa aka. Ha. Keyin akalarim bor. Avvalo menga shuncha sportga sharoit beryapti turgan Farg'ona viloyati To'lash departamenti rahbari Zaydin aka O'norboyevichga alohida rahmat aytaman. Xudo xohlasa u odamning ishonchini oqlayman. Muzaffar aka Rajabovga kattaga rahmat aytaman. Xudo xohlasa bo'yab bergan rivojlanishga katta hissa qo'shgan insonlardan bittasi shu odam. Muzaffar aka Rajabovga ham Xudo xohlasa men bu yerda hozir butun O'zbekiston ko'pchilik qo'llayapti. Xudo xohlasa avvalo bu Oltiariq ko'pchiligiga men qo'llagani. Oltiariq! Rahmat hammalaringga kattakon. Akalarim bor, Sabur akam, Karim akam, Abdulla akamlar, sinfdosh do'stlarim kelgan. Rahmat. Zaldagi jamoadoshlarim, chetda hammasi kattakon rahmat sizlarga jamoadoshlar. Xudo xohlasa hammalaringga ishonchlaringni oqlayman. Xudo xohlasa rahmat imkon berib turganingizga. Ustozlarim bor. Ibrohim aka, Mahmud aka, Shomrot aka, Oybek akalar. Kattakon rahmat hammalaringga. Bundan bag'yan ishonchlaringni oqlab, Xudo xohlasa yurtning bayrog'ini baland ko'tarib, faxrlanishga va'da beraman. Shukurjon, bizni kutayotgan bo'y bor. Qachon? Aka, men aytganman o'shanda ham qabul qilganman aka. Kamarga bo'y bersin. Undan qiziq emas Sirvash. Menga uvalarni yutib bo'lganman. Kamarga jang bersa qiziq Jasur aka. Shundan ham so'raganman. Kamarga bo'lsa urushaman. 84 ham 90 ham 84 qilish muammo emas. Prosta kamarga jang berish kerak. Men o'z aslida hech kimga hech narsa isbotlashim shart emas. Prosta kamar qiziq menga. Kamar, Jasur aka. Shukurjon. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Build a seed with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Суперджай! 77 килограмм вазн toifasida. Официальное представление бойцов. Первый боец — красный угол. Бойцу 24. Его рост 74 сантиметра, вес 77 килограмм ровно. Он мастер спорта по панкратиону, по ММА и по грэпплингу. Чемпион России по панкратиону. Обладатель Кубка мира по ММА, представляющий KHK Махачкала, Дагестан. Халк Камал Гусейнов. Raqibi ko'k burchakda hamyurtimizning yoshi 33da, bo'yi 177 cm, vazni 77 kg. U master sportda международного klassa, xalqaro toifadagi sport ustasi, 10 karra O'zbekiston chempioni, 1 karra Osiyo chempioni, 3 karra Yevropa chempioni, 2 karra jahon chempioni, представляющий representing Emirates Warrior O'zbekiston Buxoro. Jahongir Buxarskiy Jumatda. Demak, muhim to'qnashuvlardan biri Jahongir Jumayev, O'zbekiston, Kamal Guseynov, Dog'iston, Rossiya. Judayam qiziqarli bo'lgan janglardan biri. Jahongir birdan kutmasdan qo'l zarbalari bilan boshladi. 1-2lik zarbasi. Kamal Guseynov zarbalari kuchli, jismonan juda ham baquvvat va greplingi juda ham yaxshi darajada. U jismonan ko'rib turibmizki, mana Jahongirga take downga o'tishga harakat qilyapti. O'tkazmadi. Jahongir yaxshi himoyalandi. Ha, o'yinda shoshilmasdan xotirjam sportchi Kamal 12.5 Jumayevda, Guseynovda 6.2 rekord. Ha. U endi take downga o'tishga harakat qiladi. Jahongir pastdan ham juda ham xavfli sportchi hisoblanadi. Ayniqsa uni armbar uslublari ancha-munchagina sportchini yenga olgan.
Lekin Kamol Husaynov osongina berib qo'yadigan jangchi emas, chunki u grappling bo'yicha bir necha bor turnirlarda qatnashgan, juda ham yaxshi natijaga erishgan. Bilasiz, Dog'iston grappling maktabi endi bu alohida aytiladigan mavzu. Ha, ayniqsa MMA da dog'istonliklar kurash masalasida yetakchi deyishimiz mumkin. Boshida yaxshigina ikkitalik zarbani o'tkazib yuborgan dog'istonlik jangchi Kamol endi stoykada Jahon bilan urushib o'tirmasa kerak deb o'ylayman. Chunki haqiqatan Jahongir Jumayev xavfli sportchi hisoblanadi. Jumayevning yuzida xotirjamlik ko'ryapman. U doim xotirjam. Har qanday vaziyatda ham, hattoki raqib uni ustida turgan, uni urayotgan holatda ham u xotirjamligini saqlaydi. Mana hammasini ko'ryapti. Passiv bo'lsa-da, nazoratni o'z qo'lida ushlab turibdi dog'istonlik sportchi. Kamol tana bosh degan bir taktika bor. Mana uchburchak o'tishga harakat qilyapti. Yo'q, aytganimizdek qo'llari, rechaklari juda ham kichkina dog'istonlik sportchida, muskullar juda ham zich joylashgan va bu qo'lni uzib olish, tanadan ajratib olish va taslim qilishga majbur qilish oson bo'lmaydi. Orqani berib qo'ymasa kerak. Backmount pozitsiyasiga o'tishga harakat qiladi. Tizza zarbalari bilan Jahongirni chalg'itish deymizmi, jarohat yetkazishmi maqsad. Va aktivlik ham ko'rsatyapti bu orqali Husaynov. Albatta. Hakam turg'izib o'rtaga qaytarmaslik uchun hozir qo'ldan kelgan barcha narsani qiladi. Ha. Tamom. Sekin asta Jumayev ko'tarilyapti. Yana bitta urinish. Yaxshigina yuqoridan o'rnashib olgan Kamol va endi Jahonning yurishiga xalaqit beryapti. Albatta balans yaxshi darajada, ya'ni Jahonda muvozanatni saqlash yaxshi darajada. Lekin baribir Kamolni ko'rib turibmizki, Yaxshi-yu, faqat chiqib keta olmadi baribir. Bitta jangni boshida o'sha o'tkazilgan 1-2 zarbasi va qolgan vaziyatlarning barchasini Kamol Husaynov o'z foydasiga hal qilyapti. Va qilinganidek biz jangdan Jahongir va Kamol o'rtasidagi jangda Kamol Husaynov kurashadi Jahongir bilan nazorat qilishga harakat qiladi. Pasiv kontrol yo'q. Shunday degan edik hamki Kamol Husaynov jonlandi. Ground and pound zarbalarini yo'llayapti birin-ketin. Jahongir o'zini yo'qotib qo'ymagan holatda o'zini himoya qilyapti, pastdan turib tinmasdan zarbalar beryapti. Ha, og'ir raund bo'lyapti Jumayev uchun. Full mount. Ayniqsa yakuni. Ha, vaziyat og'irlashyapti Jahongirga borgan sari. Kamol Husaynov haqiqatan o'zini jismonan ustunligi va grappling jihatidan haqiqatan ustunlik tarafidan foydalanyapti desak bo'ladi. Tizza zarbalari orqani berib qo'ymasi kerak. Jang birinchi raundni tugashiga 25 soniya qolgan edi. Va bo'g'ishga ham kirmoqda, yo'q, chiqib ketdi, yaxshi. Jahongir Jumayev to'g'ri, hozir tashabbusni boy beryapti, lekin ko'p talofat ko'rmadi nazarimda. Yo'q, o'sha bitta hozirgi epizodda 15-20 soniya ichida anchagina zarbani qabul qilganligini hisobga olmaganda jiddiy talofat ko'rgani yo'q. Ha. O'sha oxirgi epizodda Husaynov kichik vaqt oralig'ida muvaffaqiyatga erishdi. Bunday kichik muvaffaqiyat o'ylaymanki keyingi raund tempiga ta'sir qilmasligi kerak Jahongir Jumayev. Yo'q, menimcha ko'rinishini qarang. Jahongir juda ham tajribali sportchi va bunaqa omadsiz vaziyatlar uni aslo jangga bo'lgan bir ishonchini pasaytirib qo'ymaydi o'ylayman. Boshidagi mana birlik, ikkilik zarba va take down. Shundan so'ng mana dog'istonlik sportchi qo'yib yubormadi Jahongirni va ko'rib og'riqli zarbalar, haqiqatan juda ham kuchli zarbalar. Uchta tirsak tushdi-da, lekin Jahongirning yuzida biz hech qanday jarohat ko'rmayapmiz. Bu yaxshi. O'zi faoliyati davomida ancha Jahongir bilan biz deyarli faoliyatimizni birga boshlaganmiz, professional faoliyatimizni va
birgalikda hattoki musobaqaga ham birgalikda tushganmiz, u bilan raqib sifatida O'zbekiston chempionati finalida jang qilganmiz va Jahongirni bilamanki, uncha-munchaga yuzi yoki qanaqadir jarohat olish, ko'karish holatlari juda ham kam uchragan faoliyat davomida. Yaxshi ma'lumot siz tomonidan. Yana har doimgidek Jahongir faol boshlayapti raundni. Qo'llar bilan ajoyib zarba juda ham o'tkazdi. Kamal Husaynov uni biz eslab qolganmiz, Oktagon ligasi turnirida backfist zarbasi juda ham xavfli chiqqan edi. Mana. Haqiqatan mana shu zarbasini berishga intiladi. Tana qismiga o'tkazilgan zarba va yana yaqinlashib oldi Kamal Husaynov. Yana kurashga tortmoqchi. Taxmin qilingan edi, buncha muskul massasi Kamal Husaynovga xalaqit bermaydimi? Mabodo Jahongir jangni cho'zadigan bo'lsa, raundlarni cho'zadigan bo'lsa, unga bu qo'l keladimi? Ya'ni Kamal Husaynovda kislorod tanqisligi boshlanadimi deyilgan savol qo'yilgan edi. Ko'rib turibmizki, bu kislorod yetishmovchiligini u tepada turib Husaynov o'z foydasi etdi. Jahongir va Kamal yaxshi ushlab turib Husaynovning qo'lida jangda xuddi birinchi raund ssenariysi davom etyapti. Ozgina parterdan endi Husaynov harakat qiladi. Back mountga raundni boshlang'ich qismi ortda qoldi va yana o'sha holat va takedown haqiqatan Kamal Husaynov takedownni ushlab, nazoratni oxirigacha ushlab turibdi va hozir bo'g'ish usuliga o'tishga harakat qilishi mumkin. Qo'lini o'tkaza oldi. Ikkinchi qo'lini o'tkazishga, yopishga yo'l qo'ymasligi kerak bo'ladi Jahongir, lekin Kamal bu holatda bo'g'ish usuliga o'tishdan ko'ra nazoratni saqlab qolishni afzal ko'rdi. Qulay pozitsiya uchun kurash ketyapti. Taxminan 1 daqiqa davomida. O'sha o'zini baquvvat qo'llari va oyoqlari bilan yordamida Jahongirni chiqib ketishiga yo'l qo'ymayapti va oyoqqa turib oldi. Unga qarab agar Jahongir hozir yuzini o'giradigan bo'lsa, unda imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Va shunday narsani amalga oshirdi. Oyoqqa hujum va yana bitta takedown. Bu raundning o'zida 3-chi takedown. 3-chi takedown va nazorat dog'istonlik sportchi qo'lida. Haqiqatan u bu narsaga tayyorlangan, Jahongirni biladi. Boshqa janglarni ko'rgan, albatta professional sportchi sifatida albatta qarama-qarshi tayyorgarlik ko'rishganda bu narsani ko'rib chiqishgan bo'lishi kerak. Yosh, energiyaga to'la jangchi haqiqatan. Qo'lini haqiqatan hozir tirsagini ham tiragani qo'ymaydi menimcha, turishga harakat qilganida tortib olaveradi. Kletkada va o'sha qafas bilan Jahongirning o'rtasiga turib olishga harakat qilyapti. Jahongirning shu qafasga tiralib turishiga yo'l qo'ymayapti, lekin mana imkoniyat paydo bo'la boshladi. Oyoqlarini yig'a oladigan bo'lsa, turib oladi Jahongir. Turyapti. Va Kamal Husaynovda charchash alomatlarini sezyapti. Yaxshi tizza bilan. Tizza zarbasi. Bo'yinni oldi. Sirpanib ketdi. Menimcha Dog'istonlik sportchi buni ataylab xuddi o'zini yolg'on takan bo'g'ish usuliga tushayotgandek qilib ko'rsatdi menimcha. Bu orqali yana parterga tortib oldi. Oyoqlarini ozgina diqqatini himoyadan hujumga o'tkazish olish uchun menimcha bu aldash usuli bo'ldi deb o'ylayman, chunki ko'rib turibmizki, bo'yin juda ham baquvvat Husaynovda va bu bo'yinni bo'g'ish oson bo'lmaydi. Yaxshi insight. Haqiqatan ham o'sha bo'g'ish Jumayevni yana yotgan holatga qaytarib qo'ydi. O'rnidan turgan Jumayev yana yotib qoldi. Albatta, chalg'idi hozir Jumayev. Bo'g'ishga o'tishga harakat qilgan joyida u yana takedown holatga tushib. Mana nazorat ikkinchi raund. Menimcha 4 daqiqadan ko'p Kamal Husaynov Jahongirni nazorat qila oldi. Pastdan turib faol ishlashga harakat qilyapti Jahongir, lekin bu zarbalarda talofat kamligi sababli hisoblanishi juda ham qiyin masala. Husaynov ham raund tugashini kutyapti. U ham toliqdi albatta. Aytilganidek,
Bu katta muskullar, katta energiya talab qilyapti. Ha. Ikkinchi raund ham yakunlandi, hurmatli do'stlar. Va hozirda imkoniyat dog'istonlik sportchi tomonidan deyishimiz mumkin. Nazorat hisobiga. Albatta, ikkala raundda ham u deyarli kamida 3 daqiqa nazoratni amalga oshirdi. Kamida. To'liq yerdagi tek parterdagi nazorat 3 daqiqa deyishimiz mumkin haqiqatan ham. Bu degani Bobur bu yog'iga faqat finish qolyapti. Ha, Jahongir hozir bor kuchini tashlash kerak bo'ladi. Kamida o'sha bilyapti, dog'istonlik sportchi Jahongir bilan stoykada urushib o'tirmaydi. Guseynov takedown qilishga intiladi. Parterda o'zining ustunligini sezdi va shundan foydalanib olish mumkin. Va lekin buni aytish oson, lekin bu juda ham qiyin bo'lgan vazifa. Juda ham qiyin bo'lgan vazifa albatta. Albatta charchadi ikkita sportchi ham. Muxlislar faol jangdalik qilishyapti. Han ko'ramiz. 3-raund. Nima o'zgaradi? Stoykada qola oladimi Jumayev? Shu asosiy intriga. Ha, qo'llari ham sekinlashdi Jahongir, lekin yaxshi. oyoq tezligi Yaxshi. darajada. Hujum. Boshqa zarba. Muvozanatdan chiqardi. Bizga zarbalari. Bo'yin. Yo. Yo'q, kerak emas. Jahongir kerak emas edi. Axir bu tuzoqku. O'sha ikkinchi raunddagi xato. Axir bu tuzoqku bu. Tushdi yana. Yana shu tuzoqqa tushdi Jahongir. Axir ataylab bo'ynini beryapti-ku. Afsonaviy Dastin Poryening mana shunday bir xatosi bo'lardi. O'zi ham o'zini ustidan bir necha bor kulib, albatta men sakrayman bo'g'ishga deb troll qilardi. Xuddi shu narsaga hozir Jumayev ham ilindi. Aytilgani, qachonki sen shu usulni yaxshi ko'rasan, lekin umringda bir marta ham qilmagansan. Haqiqatdan u usulni yaxshi ko'raman, lekin raund mana bunday muskullari baquvvat, greplingi yaxshi darajadagi yosh yigit sizni yiqitib nazorat qilishga harakat qilib turgan joylarda bu narsani amalga oshirish juda ham murakkab narsa. Turishga intilyapti. Jumayev Haqiqatan qilyapti turishga. Yaxshi ushlab turibdi. Iloji yo'q. O'sha siz aytgan og'ir xuddi birinchi raund ssenariysida. Uni to'g'ri taqsimlab xuddi shunday. Shunchaki Jahongirni balansini nazoratga olyapti va qo'ymayapti. Chiqib keta olmayapti. Muxlislar norozi. Bitta xato hammasini o'zgartirdi. Ha. Afsuski. Lekin hali 2,5 daqiqa bor. Bu agar Jahongir harakat qiladigan bo'lsa, lekin Guseynov mancha jangni oxirigacha mana shu pozitsiyasini saqlab qoladi. Passiv zarbalar orqali o'z ustunligini saqlab qoladi u albatta menimcha. Va bu borada Kamal Guseynovga qoyil qolish kerak. Haqiqatan ham. O'sha ataylab bo'g'ishni yuzaga keltirishni o'zi ham bir aqlli yurishda. Haqiqatan u tuzoq qo'yishni juda ham yaxshi eplayapti. Bu albatta uni mahoratli jangchi ekanligidan darak beradi. To'liqda ikkita sportchi ham juda ham charchashdi haqiqatan. Uch raund kurashilgan jang deyarli. Bittasi turishga harakat qilyapti, ikkinchisi ushlab qolishga harakat qilyapti. Bu qiyin. O'sha yirik muskulaturaga qaramay Guseynovni ham bor kardiosi misol uchun ishlayapti-da. Albatta. Bunaqa muskullar bilan bilasizmi qachonki siz gen tarafidan unda menimcha o'zi o'zbekchasiga aytganda avlodida menimcha shunaqa polvonlar avlodi. Polvon avlodi qanaqadir bodybuilding buni ko'rinishini ko'rgan odam haqiqatda ko'chada ko'rsangiz MMA jangchisi emas, qanaqadir bodybuilding sport turidan chiqadigan bir sportchi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin shu ikki qo'li bilan qulflab olgan ochmayapti. Ha. U jangni g'alaba bilan tugatishga kalit topa oldi. Jahongirga kalit topa oldi.
aytishim nojoiz, lekin nimagadir jangdan oldin mana shu sahnalar ko'z oldimdan o'tgan edi va shu narsa amalga oshyapti. Jahongirda juda ham kuchli qo'l jangi bazasi bor, lekin bu albatta afsuski hozirgi holatda ko'rib turibmiz, kamlik qilyapti. Yana bo'ynini berdi, qarang. Ha, Yana ataylab bo'ynini berdi. Bo'g'ma. Kerak emas. Yana tuzoq. Necha 3-marta shu tuzoqqa tushyapti. haqiqatan. Haqiqatan Jahongir juda ham chiroyli qo'l arimbar pastdan turib aldangan bir og'ritish usullariga juda ham chiroyli o'tardi va Endi o'rnidan turgan edi. Bo'ldi. 3 raund Kamal jang Guseynov taktik jihatdan yutib ketdi, gap yo'q. haqiqatan taktik o'zini ustunlik tarafini bila oldi va bu narsani jangda amalda qo'lladi. Aqlli g'alaba. Aqlli g'alaba, shunchaki aqlli g'alaba. Jahongir Jumayev qo'l jangi afsonalaridan biri, O'zbekistonning qo'l jangi sport turi afsonalaridan biri. Albatta so'zsiz ajoyib jangchi. Bu jangda biroz yetishmadi, adashmasam. Ha, albatta qo'l jangi bo'lmadi bu jangda. Kurash jangi bo'ldi. Xuddi shunday. Kurash bu yerda hal qildi ko'p narsani. Grappling hal qildi. Va ko'pchilik MMA sport turida yaxshi natijalarga erishish uchun zarbalar kuchli bo'lish kerakmi, kurashingiz yaxshi bo'lish kerakmi degan savollarga albatta MMA da hozir tan olishimiz kerak. 70-80% holatda kurashingiz yaxshi darajada bo'lish kerak. Mix martial arts, ya'ni aralash jang. Endi qaysidir joyda misol nokautlar hal qilib qo'yishi mumkin. Lekin umumiy foiz bo'yicha olib qaraganda kurash. Umuman UFC masalan eng katta promotion UFC'ni tarixini ko'radigan bo'lsangiz ham, masalan 90% chempionlar bu kurashchilar. Ha, kurashda afsonaga aylanib, Olimpiya chempioni bo'lib turib, MMA da muvaffaqiyatga erishganlar ko'p. Boksda afsona bo'lib turib, MMA ga o'tgan misollarni topish juda qiyin. Juda ham kam. Masalan karate, boks yoki kickboxing, muay thai sport turlaridan. Kickboxingda bor. Ha, Israel Adesanya, Alex Pereira, kickboxing, Anderson Silvani, George St. Pierre'ni eslatib o'tishimiz mumkin. Jose Aldoni aytib o'tishimiz mumkin. So'z Bakirvechniga. Ushbu jangda hakamlarning bir ovozi bilan победу единогласным решением судей одержал Махачкала, Дагестан, Камал Guseynov. Haqli g'alaba. Tabriklaymiz Kamal Guseynovni va Jahongir Jumayevga. Jahongir, bilamiz, juda ham qisqa vaqt ichida bu bo'yi qabul qildingiz. Nima sizga bir şey qildi? Nima sizga? Assalomu alaykum. Butun O'zbekiston shu musobaqaga kelgan mehmonlarga sizlarga katta rahmat. Menga ishonch bildirib, shu raqibimga nisbatan g'alaba qozonishni mendan ham ko'proq xohladingizlar. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Mani asosiy kamchiliklarimdan shu aynan MMA'da kerak bo'ladigan baribir kamchiligi menda. Xudo xohlasa undan keyin yana ustunda ishlab keyingi musobaqalarda chiroyli g'alabalar ko'rsatishga harakat qilaman. Shu vaqtdan rahmat hamalarimizga. Bu katta motivatsiya.
shu fursatdan foydalanib muhtaram prezidentimizni shu sportga yaratib berayotgan sharoitlar uchun va shu MMA sportini O'zbekistonga tashkil qilgan Otabek Muhammadalievga va shu sportni rivojlantirib kelayotgan va menga ishonch bildirgan Jasur akaga katta rahmat. Undan keyingi musobaqalarda ishonchlaringizni oqlayman degan umiddaman va meni ishonib hozir televizordan ko'rib turgan ota-onamga, shu zalga kelgan aka-ukalarimga, tanishlarga, jo'ralarimga hammaga katta rahmat deyman va o'zimni rahbarim Rafiq akaga va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga shu menga musobaqaga tayyorgarlik ko'rishga sharoit yaratib berganliklari uchun rahmat deb qolaman. Hammalaringizga rahmat. Omonat janoblar, Jahongir Jumayev. Камал, поздравляю с победой. Это твое второе выступление в Ташкенте именно.